Maqsud Shayxzoda ma'rifatparvar shoir, dramaturg, adabiyotshunos va zabardast tarjimondir. U 1908-yil 25-oktyabrda Ozarbayjonning Oqtosh shahrida ziyoli oilada tavallud topdi. Maqsud Shayxzoda 1925-yildan boshlab Ozarbayjon Ma'orif xalq komissarligi yo'llanmasi bilan Dog'istonning Darband shahrida mualliflik bilan shug'ullandi. Shayxzoda 1928-yilda Toshkentga kelib, turli gazeta va jurnallar muharririyatlarida, 1935-1938-yillarda esa Fanlar qo'mitasi qoshidagi Til va adabiyot institutida ilmiy xodim, 1938-yildan to umrining so'ngiga qadar Nizomiy nomidagi Toshkent davlat pedagogika institutining O'zbek mumtoz adabiyoti kafedrasida dotsent vazifasida xizmat qilib, malakali kadrlar yetishtirdi. Maqsud Shayxzodaning o'zbek adabiyoti tarixi, o'zbek xalq og'zaki ijodiyoti, xususan Alisher Navoiy ijodini tadqiq etish borasida yaratgan ilmiy ishlari ham tahsinga sazovor. U filologiya fanlari nomzodi, dotsent edi. Shayxzoda asarlari dunyoning bir necha tillariga tarjima qilingan. Iste'dodli adib 1967-yilning 19 fevralida hayotdan ko'z yumdi.